Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugungi video murojaatim Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida Tuproqqal'a mufida mening yerlarim bor, baliqchilik fermerskiyim bor, baliq havuzlarim bor, ekiladigan yer maydonlari bor. Umumiy maydoni 6 gektar yer bo'ladi. 2 gektar atrofida havuzlari bor. Hozir rasmlarni qo'yib o'taman. Mana shu baliq havuz fermerskiy xullas sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 94lik 685 83 13. Ismim Qudrat. Murojaat qilaverasizlar, gaplashamiz. Faqat Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar, men o'zim keyin aloqaga chiqaman. Mayli, sog' bo'lasizlar.